Agar siz ham bo'lsangiz, endigina pul yig'ib kelgan paytingiz, ili uylar ko'tarilyapti, ili qanaqadir narsalar bo'lyapti hayotingizda, lekin bunga achitish kerak emas. Vaziyat, tanish holatni like bosing, kommentariyaga o'zingizda hayotda kechayotgan narsani qisqacha yoza olsangiz ham bo'ladi. Imенно uy haqida demoqchiman. 2 xonali kvartiraga keldik bugun. Bu Xonsaroy, yangi remont, tozagina uy. Hozir biz konkretno mehmonxonada. TV zona, yangi dizayn, chiroyli atmosfera, в принципе, ko'zni charchatmaydi ranglar ishlatilgan o'zingiz ko'rib turibsizlar. Sizga Golden City oldiginasidan 23-maktabda oldi o'quv muassasalari bo'yicha chiroyli kvartira. To'g'risi, hamma narsani tarixi kuxnyadan. Men bilaman, siz kuxnyani juda ham yaxshi ko'rasiz. Har doim harakat qilaman kuxnyani chiroyliroq sizga yo'rtib berishga. Kuxnyamiz ham qanday konfiguratsiyada chiroyli ranglar ishlatilgan, chunki hozirgi ranglar ana shunaqangi tipda bo'lib kelyapti. Ko'p uylarga kirib ko'rgansiz. Siz 95 ta uyga kirib, 96-siga kirib zalog berayotgan odam bo'lib qolgansiz. Bu kontrnakachov sistemasi, gaz, pas, suv, svechotchik hammasi 100 talik joyda. Prixochka zonani o'zi bilan kelgan paytlaringiz ana shunaqangi kombinatsiyada sizni spaningiz ana bu. TV zona, в принципе, просторный, spalka yozib qo'yasiz. Xudo xolasa, shkaf, shpanet hammasi sig'adi. Ushbu kvartiramizda hech qanaqa tarix holi bo'lmagan, chunki holi yangi kvartira. Mehr bilan qarashni boshlaymiz. Anaqangi dush bilan sanuzelimiz razdelni black piano temasida kelasiz. Ana shunaqangi chiroyligina kafellar bilan abrabotga qilingan. Общем, bu kvartiramizda sizga 588 millionga chiqadi. Domni o'zi 9 etajga, o'shani именно 2-etaji.